Hayajonli daqiqalar do'stlar. Payg'ambarimiz ramzalariga yetib borishimga oz fursatlar qoldi. Madina-yu Mukarramaga yetib borishimga juda oz fursat qoldi do'stlar. Hozir uzog'i 2 soatda Madina-yu Mukarramada payg'ambarimiz ramzalarida bo'laman inshaalloh do'stlar. Qanaqadir tush ko'radigan dema do'stlar. Qaranglar, yer yuzida shunday savobga to'la joyga, gunohlar kechiriladigan joyga yetib borishimga oz fursat qoldi. Inshaalloh yetib borib hamma musulmonlar nomidan payg'ambarimizga salomlar aytaman. Duo qilib turinglar do'stlar. Oltin olma duo ol. Faqat duo kerak menga. Oxiratda duo bizni qutqaradi. Do'stlar, hozir yo'l chetida oshxonaga to'xtadik. Uzog'i 2 soatda yetib boramiz inshaalloh. Kuzatib turinglar. Oxirgi daqiqalar. Inshaalloh keyin do'stlar Madinadan Makkaga piyoda boraman. Payg'ambarimiz yurgan joylardan yurib boraman. Duo qilib turinglar. Qanaqadir 2 kundan beri ishtaha yo'q. Juda quvonch katta do'stlar. Shuncha kun Allohni eslab, Alloh so'zlab keldim va oz fursatlar qoldi. Juda ko'p inson o'zbeklar yozyapti, kelyapsizmi deb. Kutyapsiz to'g'risi. Hayajondaman do'stlar. Endi sizlarni bilmadimmi? Oz qoldi do'stlar. Madinaga